Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarmanlar. Biz No'xatda juramiz. No'xatga keldik. Aslan aka degan bir akamiz bor. Aslan aka degan bir juda bir nima bor akamiz bor. So'zja yaxshi so'zlaydigan akamiz bor edi. Hozir yo'q ekan uyga kirsak. Biz bolasi bor ekan. Shuni bir so'rab ketaylik. Qanday bo'ldi, nima bo'ldi, ishlaganda. Qachon bir yil ishlab berdim men sezondan chiqishda. Yaxshi ishlaydimi yo'qmi, shuni bilgani kirdik edi. Hozir aka yo'q ekan. Bolasidan azmat so'raymiz. Pechkani kotелni xudo xohlasa sezondan qanday chiqdilaring? Yaxshimi? Ekonomiyasi yaxshi? Issiqligi qanday bo'ldi? Pechka aka вообще zo'r. Bunaqa qishda issiqda yotmagan odam edik. Endi o'zimiz pechka tur, ko'mir sol, kechasi o'chib qoladi. U yoq bu yoq. Kelasiz, sovuq bo'lsa 50 gradusdan 60 gradusgacha ko'tarasiz. Bo'ldi, kirib yotasiz. Boshqa buni problemasi yo'q. Yaxshi pechka ekan. Yaxshi. Zo'r. Ko'mirdan keyin kichkina ko'mir, mayda ko'mir, semichka ko'mirdan olib ishlatdik. Nimasiga kelganda shu berigi pechka bilan bir xildaylar yoqar ekan. Расходimi? Расходы. Одно и то же ekan. Endi bu yerda sistemangiz kattada, sistema ham bu yoqda uyga отдельно qilingan. Aka sistemani ko'rsatib qo'ying, o'zi yurib qo'yibdi. Bu yoqqa yopaman deb plan qiluvdi. Endi oldini yopsa kerak anaqa qilib, vitraj qilib, ayna qilib yopaman, bu yoqda kuxnya qilib qo'yaman, letniy devdi. Men отдельно ketgan, uyda kvadrati katta, bu yerda kuxnyasiga отдельно, dushovoyga отдельно ketgan cho'plib olgan va uydagi batareyalarga отдельно ketgan. Shunga nimasi katta, kvadrati katta. Bo'ldi, xudo xohlasa baraka topgan bo'lsalaring bo'ldi-da, shuni bilib bilaylik deb keldik. Akam bo'lganda zo'r bo'lardi. O'zlari yaxshi qilib obzor qilib. Bo'ldi, salomimizni yetkazib qo'yasiz.